Salam do'stlar, yaxshimisizlar? Uzun bir mezgildan keyin yeni bir video bilan sizlar bilan ko'rishyapman. Bu videoda bo'lsa ko'rayotganlaridek cho'ng budur chash bilan mushu kopigimdagi qiniq qizil lavsaroqni asos qilgan shunday bir grimni hosil qilib chiqdim. Bu grimni mayli do'stlar o'tirishi bo'lsin, mayli masalan choylar bo'lsin yoki qizlar festivallarga berib o'ynab kelgan vaqtida bo'lsin, shunga mos keladigan bir grim deb o'yladim. Hamda chash basoni. Undaqda bu chash basoni hamda grimni qanday qilganini ko'makchi bo'lsanglar, o'zi videomizga o'taylik. Göz kremimizden başlayalım. Hazır ben Akaç Mini, anandaki concealer'ni, andan ufbini urup oldum. Aldığım videolardaki opma oxşaş. Onda belki çok özgürlüş bulmadı. Şanlaşqa o göz kremimizden başlayalım. Vaxtını teçə üçün dep qoyuldu. Yeni kremimizki bolsa, göz kremininki asas qismiga ben Anastasia'nınki contour kit müşünü işletdim. BH Cosmetics'ninki çok göz kremininki çotkısı bilen oturdaki maranıyla. Gözümün normal bir qor. Asasi qismini urmasam bulur anlam. Andan keyin Naked'ninki Heat degan mush paletrini ilib, ichidagi Cayenne degan mujrani ilib, o'zini cho'tkisi bilan shunday normal qirliq narsani ishlasangiz bo'ldi. Ko'z kremininki keyin orqa quyrug'ini chiqargan vaqtda ko'zingizniki mau oxirgi mush bujikidan qishingizni quchoqcha Andan keyin bo'lsa Chaser degan bir oqqush rang bor. Shuni ilib, tuz olgan qapoq cho'tkisini ishlatib o'tirgan. Azroqlab urmasak bo'ldi. Ulan. Anne highlighter'da mushu MAC'ninki Oh Darling degan champagne ranglik highlighter'ni ishlatdim. Buni ishlatayotganda xeyli uzun bo'ldi. Shuni olsangiz xatolashmaysiz. Agar faqat yaxshi bo'lgan mushu highlighter topolmaganlar bo'lsa, MAC'ninkini ilib, buni qattiq tavsiya qilaman. Annelikka qapoqni ostidagi rangni surkaymiz. Low Blow deydigan bir rang bor ekan, shu paletda. Ishlatib qo'y. Andan keyin bayaqi Cayenne degan rangni ilib, andan keyin foy qo'yib bilan ozroq aralashtirib, mushu anqirga keltirib turib. Sözler anlatamaz kalbimdeki yerini, gözlerime bakanlar. Agar xohlasangiz bundan qiyinroq ranglarni ilib, yana ozroq qardattirsangiz texmi chiqadi. Endi eyelinerni sizimiz eyelinerga kelganda mushu Catrice'ninki waterproof matte eyelinerni ishlatyapman. Mushu eyelinerning tap-tekis pitcha chiqish va chiqmasligi shu kungi kayfiyatim bilan ega darajada munosabat qilib qarayman. Esamcha. Sevgilim hayatın anlamısın. Sen dünyanın en güzel kadınısın. Benim için bir tanem hayatın anlamısın. Hayatın anlamısın. Kapılar bu boza baksamlaşız. Hoşuna işledim ha. Endi jağ kirpik toplaymiz. Jağ kirpikka men har zaman mushu BH Cosmetics'ninkini ishlataman. Bugun ishlatadiganim M301. Yo'q, M302. Ammo qilib yo'qqa ketib qolibdi. Shunga bir necha kirpikni boshqacha hisob qo'ygan. Shu meningki qiynoq kirim qilgan vaqtimda eng ko'p ishlatadigan yolg'on kirpiklardan biri bo'lib, non shakli
qism chiqibdi. Undan keyin shu kirpik chaplaydigan chaplaqqa kelganda bo'lsa, DUO'ninki mavi yanchiqog'ini azalda mush markaninkini ishlatyapman. Shundan yaxshi. Kirpik chaplagan vaqtda bo'lsam, shaxsan men kirpigimning ustidan oldi bilan quyrug'ini chaplayapman. Quyrug'ini chaplayotgandan keyin undan keyin oldiga tortib turib, oldiga chaplayman. Kirpikka shu shilimni surkab olgandan keyin shu zaman chaplaman. O'zimiz medraga ketadi. Azroq quritib, azroqdan quritib, undan keyin chaplasangiz, shu zaman chaplashadi, hammalar ortiq tushuk shilimlar boshqa yerlarga tegib ketib, noishlar yuz bermaydi. Şöyle ko'zingiz bitta lop bilib. Kirpik chaplagandan keyin boshqacha. Buni chaplab olgandan keyin ostimizdagi kirpigimizga azroq lak beritaylik. Ala. Ko'z kirmamiz bitdi. Endi yuzimizga taylik. Bak, kichik bolalarga dars o'tganda qilganlarni qilma. Endi yuzimizdan kirmani qilaylik. Bayam grim qilishdan, ya'ni video tatishdan burun yuzimga falan urib olgan, shu ishib qolgan qaloq falan yana azroqlam supursak. Okey bo'ldi. Andan keyin yana har zamonga o'xshash shu Anastasia'ninki. Anastasia demdi, Anastasia deb to'g'rimi? Nima planım şu ismini? ABH. Mush xonamninki Contour Kit. Aslidagi 3 rangni hozir mastaqli sepib o'tadigan bo'ldim. Bayamki MAC'ninki farqroq highlighterni ilib, burnimizni uchiga, lekin qanshirga qalpoqni qanaqa texnik yo'g'on ko'rsatkil bo'ldi deganda, shu meva qo'y. Ashki siziq. Endi bataydi, ya'ni qo'yma. Mesela ishki siziqni, aba. Sizasangiz texmi to'liq yo'g'on chiqadi. Blushqa bugun Dior'ni ishlatay. Undan keyin yana azroq highlighter. Highlighter is life. Bugun bugun qalpoqimga bo'lsam, men oshiqiy beqaror bo'lgan Giorgio Armani'ninki 106 liquid lipstick. Yevropaninki kremiga asoslanganda shu qalpoqni to'lg'an yo'g'on qilib chiqarish uchun tayyorlikda sirimiz. Buram. Ben şunday asta-asta bir qadam ustiga 1 millimetrdan ko'paytib turib sizib ko'nibdiman. Mujda sursam menga nisbatan mos keldi. Sizmi shunday qilsangiz bo'ldi deb o'ylayman. Ammo pek tekshirib ketib qolmang. Okey. Talab ketdim ha. Dasturxon sürmende. Bugun chechimni cho'ng budur qilishni o'ylashdim. Budur qilganda bo'lsam, shu vatanda og'am bu nada, og'am bu qo'ydim shoshmaydi, og'am bu bir yerda. Og'amning markasi noma'lum. Ammo shiddat xil uzun bo'ldi, shundan yaxshi chiqdi. Buni shu
çoğun büdür bu aslında gerek büdür kulağına kıtıştırdım. Bu aldan kıtımlık çıkan videolarımdaki de uşak büdür bulmaydı. Belki romantik çoğun büdür çıktı. Büdür kılıç usulü asas çekti okşup gitti. Aldan kıtım kağa. Yani şu okşaş çeçimini arıplam. Oturdun iki yarime anadaki ma tarafının üstüne bir astını bir hesapta çeçimde tötke yarime. Tötke arıplam. Tötke arıp işte kılmaya bu işte gerek tutudu. Acak kadar pek laqi. Astop ketmeydi o. Siz büdür kılıçtım burun acakta işlerken Schwarzkopf'ninki Gatçebi, Garibbi degan ısıqni saqlash suyini chechib shunday qilib ma tarafni teshig'i oyoqni o'ng tarafdan teshig'i qirtib qilsam bo'ldi. Men bir qilib bo'lgandan keyin vaqtni tejash uchun tayyor bo'ldim. Mana oldinlar qaytib kelay. Unisi vaqtni olib ketadi gaplamdi. Bir chatdan büdür qilg'ich, bir chatdan mana kichik bir-birsiga biriktirib qo'yib turdim. Büdürübe gerek çağırak tursun deb. Lekin buni yechib ustiga chashqab turadigan suyuq chechilsak xuddi lekin chechinazroq o'shitib andan keyin kiyimimni almashtirib qaytib kelay. Demak, chash krem hamma nimamiz tayyor bo'ldi. Andan keyin aksessuarlarim bo'lsa, bilak uzuk hamda uzuk, halqa hamda miyaga qisgan chazirimning hammasi Kirmandagi Bijouterie Gitti degan do'kondan olgan. Spak chiroyli zibizinatlar. Va bu bo'ynimdagi choker shu. Jixlamishni so'raganda shu bugun mana shuni taqdim. Bu Bijouterie Gittidan olgandim. Andan keyin chashni budur qilib bo'lgandan keyin miyaga shu ma tarafini ilib, bir ucumni ilib, ustiga chiqarib boshqa qarchazlar bilan bir muqimlashtirib, andan keyin mana shu ko'ylakchasini ustiga ham qisib qo'ydim. Nayta oddiy. Bizning butun grim bilan chash mishagichi bo'ldi. Hazırlandik. Bugungi videomiz mishada yaqinlashtirgan. Onuqla bugungi videomiz mishagichi bo'ldi. Kelarki videoda ko'rishguncha hammalar omon bo'laylik. Xayr xo'sh. Latino Caribbo, Mondo Bongo, the flower looks good.